Uyg'urlarning hozirgi zamon mashhur tarixchisi, shoiri va kurash jangchisi marhum Turg'un Almas apandining Uyg'urlar qatorliq tarixiy kitobi 1989-yili Urumchida Xitoy nashriyot o'rinlarining tasdiqlashi bilan nashr qilinib tarqatilgandan keyin atalmış Şinjan Uyg'ur Abnum rayonida Xitoy Kommunistik partiyasi va hukumatini qattiq aloqazodi qilib o'tgan. Va bir qancha yil davomlashgan Turg'un Almasni tanqid qilish ko'rishini qo'zg'ashga sababchi bo'lgan Uyg'urlar nomli bu kitobning 3-bobidagi O'nlar va Uyg'urlar qismi mundoq boshlanadi. O'nlar Uyg'urlarning eng qadimgi chog'dagi ajdodi. O'nlar boshqa hamma turkiy xalqlarning kelib chiqishidami asosli rol o'ynagan. Onlar təxminən miladidən burunqi 1500-yildan tortib, miladi 5-asrning oxirlarigacha bo'lgan 2000 yilni o'z ichiga olgan nihoyat uzun mezgilda Osiyo va Yevropa tarix sahnasida insoniyat avlodining yodidan mangu chiqmaydigan nihoyat cho'ng tarixiy rol o'ynagan. Demek insoniyat tarixining soat strelkasi 21-asrni ko'rsatayotgan bu daqiqalarda tarixda Uyg'ur qatorliq boshqa turkiy qarindoshlardan ayrilib Osiyo va Yevropa qit'alarida olamshumul imperatorliklarni qurib, toki bugungi kunga qadar o'zining milliy mavjudligini, mustaqil davlatini saqlab kelayotgan va dunyo tarafidan tarixdagi o'nlarning davlati deb tanilgan o'zlarining etnik millat nomini izchil bugungi kungacha Onogur, ya'ni 10 Uyg'ur deb atab kelayotgan bugungi Vengriya o'nlari bilan Uyg'urlarning Donay daryosi bo'yidagi Yevropaning eng go'zal shaharlarining biri bo'lgan Budapeshtda 2011-yili 2-oyning 21-kunidan 24-kunigacha elib borgan Uyg'ur va 10 qalamkashlarining tarixiy uchrashishi sizni Uyg'urning tarixiy ajdodi bo'lgan o'nlarning taxminan 3500 yillar ilgari bizdan ayrilgandan keyingi o'tmishlari va ularning bugungi Yevropadagi ahvolini bilish istagingizni qo'zg'aydi albatta. O'nlar buningdan taxminan 4000 yillar ilgari hozirgi Sibiriya va uning janubidagi keng zaminlardan tortib Xitoyning Seriq daryo va dengizlarigacha, Bayqal ko'lining sharqidagi keng zaminlardan tortib Altay va Tangri tog'larigacha, Oral tog'laridan Kaspiy dengizigacha bo'lgan keng zaminlarda yashab kelgan bo'lsa, taxminan milodi 350-yillari g'arbga qarab ko'chishga boshlagan. Miladi 434-yili Attila Hun tarafidan nihoyat kuchli va buyuk bo'lgan Yevropa Hun imperiyasini qurgan. 5-asrga kelganda G'arbiy Rum imperiyasini butunlay zuvalliqqa yuzlantirgan. Osiyoda Hun ajdodlari yashagan keng zaminlarda qarindosh bo'lib yashab kelgan Turk
ve Uyghur qatarlıq Türkiy milletler bu zaminlarda qaytadan baş götürüp, on əcdadları qaldırğan boşluqni toldurub dövlətlər ve imperatorluqlarını qurub, onla yaşayan zaminlarga varislik qilgan. Bütkül 10 qabileleri miladidan burunqi 3. əsrdə 10 Tanrı quti tərəfindən birləşdirilib, Asiya 10 imperiyasını qurgan. On imperiyasının cənubi çigrası bolğan Xitayning Çin sulalisi miladi 2. əsrdən başlap Sədi-Çin sepilini soquşni başlagan. Bu dəl Asiya 10 imperiyasının ən gücləngan məzgilleriga to'g'ri keladi. Xitay bu davrlarda davamlıq turda onlarning hujumiga uchrab kelganligi uchun sepil so'qib o'zini qo'g'digan va bu sepilni o'zining chegarasi qilgan. Mərhum Uyğur tarixçisi Turğun Almas əpəndi bu tarixni mundaq 2 kəlməlik şeiri bilan yakunlagan. On bovamdan qoqqanla, Sədi-Çinni soqqanla. Bəzi tarixçilar 10 Batur Tanrıqutini Uyğurlarning ən dəsləbki eğiz ədəbiyyatidagi Oğuzxon bilan bir kishi deb qaraydi. Bugünkü Vengriyadagi onlar o'zining kelib chiqish manbasini yoki onlarning davlat bo'lib shakllanishi va millat nomini 7-asrda tashkil qilingan qabilalar ittifoqi Onugur, ya'ni 10 Uyg'ur ismidan kelib chiqqan deb qaraydi. Bulg'arlarmi o'xshashlar o'zlarining etnik kelib chiqishini Onugur, Onuguriya, ya'ni Uyg'uriya, Otigur qabilalaridan deb biladi. Vengriya onları Oral tili ailəsinin Finno-Ugrik til qrupusida sözləşidi. Yəni Baltiq dengizi boyidagi Estoniya və Finlandiya tillariga yaqin. Hazırki onlarning nüfusu 14 milyon ətrafida bo'lib, bu nüfusning 10 milyondan ko'pragi Vengriyada yashaydi. Qolgan 4 milyoni Vengriyaga qo'shni bo'lgan Ruminiya, Serbiya va Ukrainada yashaydi. Vengriya onları Orxun yezg'ini toki 11 asrgacha, ya'ni xristian dinini qabul qilgangacha qo'llangan bo'lib, 11 asrdan keyin Latin yezg'ini qo'llanishga boshlagan. Vengriya bilan chegirdosh bo'lgan davlatlardagi Jilkalis, Chisangu, Paluch va Jassish qatorliq soni bir qadar az bo'lgan millatlarmi hozirgi onlarning etnik millat tarkibiga tava deb qaraladi. Bugünkü kunga qadar davom qilgan Vengriya davlati milodi 895-yili qurilgan bo'lib, Yevropadagi eng qadimgi davlatlarning biri bo'lib hisoblanadi. Ya'ni Yevropada tunji German va fransuzlar tarafidan Verdun shartnomasi asosida milodi 843-yili Anglo-Sakson davlati qurilib, 60 yildan keyin qurilgan qadimiy davlatdir. Mongollar Vengriyani 1241 va 1242 yillari istilo qilgan bo'lib, ayni vaqtdagi Mongol-Hun urushlarida Vengriya aholisining tang yarmi, ya'ni taxminan 2 milliondan ko'proq Vengriya aholisining urushda o'lganligi ko'rsatilgan. Osman imperatorluğu Vengriyaga 1526-yildan 1699-yilgacha hukmronlik qiladi. Vengriya 1526-yili Avstriya bilan birlashib, Yevropadagi ikkinchi cho'ng imperiya Avstriya-Vengriya imperiyasini qurdi. Va bu imperiya 1918-yili portlagan Birinchi dunyo urushigacha davom qildi. Germaniya va Italiyaning Vengriyaga birinchi qatimliq dunyo urushida qo'ldan ketgan zaminlarni qaytarib olishni kapolatli qilishi bilan yana 2. dunyo urushida ittifoqdosh davlatlarga qarshi kuchlar qatorida urushga qatnashdi.
This is battered Budapest under the brutal Russian boot. Soviet tanks roam the streets amid the ruins they made as communist secret police hunt down heroic freedom fighters. Here for all the world to see is grim evidence of the brutality and savagery with which the red tanks blasted a defense. Vengriya 2. qitimliq dunyo urushidami yengilib, 1945 yili 13 fevral Sovet ittifoqiga shartsiz taslim bo'ladi. Va 1947 yili Parij tinchlik ahdnomasiga imzo qo'ydi. Oqibatda Vengriya 1918 yildan 1945 yilgacha bo'lgan 2 qitimliq dunyo urushida zaminning 72%dan, aholisining 66%dan ayrilib qoldi. İşğal qilgandan keyin tunji qitimliq Sovet ishg'oliyatiga qarshi 1956 yili 23 oktyabr Vengriya inqilobi boshlandi. Va bu inqilob 1956 yili 10 noyabr Sovet askarlari namoyishchilarni qonliq bostirish bilan oyoqlashdi. Bostirilish davomida yuz bergan qonliq to'qinishda 2500 dan ortiq vengriyaliklar va 700 Sovet askari o'ldi. Natijada bu voqeadan keyin taxminan 200 mingdan ortiq vengriyaliklar boshqa davlatlarga musofir bo'lib qochib ketdi. 1989 yili sentabrda Berlin temining o'rilishiga ergishib, shu yili 10 oyning 23 kuni Vengriya o'zining 3 qitimliq Vengriya Cumhuriyatining qurilganligini jaqalaydi. Әмді өз гепімізге келсек, yuqorida bayon qilib o'tgandek Osiyo va Yevropada olamshumul imperatorliklarni qurib, dunyoning siyosiy va tarix sahnalarida mangu o'chmaydigan obidalarni tiklagan va bugungi kunga qadar o'zlarining milliy kimligini biz 10 Uyg'urlar deb atab kelgan 10 ajdodlarimizning Yevropadagi tarixiy yurti Vengriyaning poytaxti Budapeshtda Vengriya Madaniyat Ministerligi, Vengriya Davlatlik Yozuvchilar Jamiyati, Xalqaro qalamkashlar Vengriya markazi va Xalqaro qalamkashlar Uyg'ur markazi qatorliq o'rinlar birlikda o'rinlashtirgan 10 Uyg'ur yozuvchilari, shoirlar va san'atkorlarning o'zaro madaniyat almashtirish faoliyati 2011 yili 2 oyning 21 kunidan 24 kunigacha elib berildi. Bu uchrashish rasmiy shaklda Ural Altay qalamkashlari birligi 10 Uyg'ur qalamkashlarining madaniyat almashtirish va Xalqaro qalamkashlar Uyg'ur markazining 2 navbatlik qurultiyi nomida bir turlik faoliyatlar elib bordi. Bu yig'ilish Uyg'ur 10 yozuvchilari, shoirlari va san'atkorlarining madaniyat almashtirishini va o'zaro tushunishni ilgari surishni maqsad qilgan bir tarixiy uchrashish bo'lib, mazkur yig'inga Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkiya, Avstraliya, Kanada, Angliya va Germaniya qatorliq davlatlardan kelgan Xalqaro qalamkashlar Uyg'ur markazining a'zolari, alohida taklif qilingan mehmonlar va vengriyalik yozuvchilar bo'lib 50 dan ortiq yozuvchi va san'atkorlar ishtirok qildi. Yig'inning tunji kuni vengriyaliklar uchun noyob ahamiyatli bo'lgan Vengriya Davlatlik Yozuvchilar Jamiyatining zalida Vengriya Davlatlik Yozuvchilar Jamiyatining raisi
Janus Gentmatoni efendinin karşılığı söz bilen başlandı. Men 1000 yıldan keyin Uyghur qarindoshlarımni topdim. Bizning bu qatimki uchrashishimiz endi mangu davom qiladi, ammo uzilmaydi. Uyg'urlarning hozir duch kelayotgan masalasi bizning beshimizga kelgan. Biz mushu so'rinda 1955-yili Vengriya qalamkashlari bir oraga kelib, xalqimizni kurash qilishga chaqirib, maqol e'lon qilgan edik. Xalqimiz bizning bu jangovar chaqiriqimizdan ilhom olib kurashga otlandi va jahonga mashhur bo'lgan 1956-yildagi 23-oktyabr Vengriya inqilobini qo'zg'ab, Sovet kommunistlarining ishg'oliyatiga qarshi jang e'lon qildi. Biz badal to'yildik. Ammo eng oxirida xalqimiz Sovet kommunistlarining uzun yillik mustabid hukmronligiga xotima bergizib, bugungi mustaqil Vengriya davlatini qurib chiqdi. Qalamkashlarning chaqiriqi, yozgan asarlari siyosiyonlarning harakat qilib nomisidir. Har qanday bir siyosiyon qalamkashning yozmasidan ayrila olmaydi. Bugun sizlar Uyg'ur qalamkashlari yig'ini ichayotgan mushu zalda buningdan 50 necha yil burun Vengriya qalamkashlari 10 xalqiga xitobnoma e'lon qilib, mustaqil Vengriya davlatini asliga keltirish uchun kurash qilgan sal. Vengriya mustaqillik inqilobi mushu zaldan butun davlatga kengaygan. Mana mushu sababdan biz sizlarni bugun mushu zalga taklif qildik. Xalqaro qalamkashlar Vengriya markazining raisi Sultan Somoni apandi so'zga chiqib mundaq dedi. Men 2 yil burun Uyg'ur qalamkashlari bilan Sloveniyada uchrashganda Uyg'urlar bilan qaytadan tunishish fursatiga ega bo'lib, to'liq xushal bo'lgan edim. Ammo Uyg'ur qalamkashlarining taraqqiyotiga boshqacha qarashda edim. 2 yil o'tgandan keyin Uyg'ur qalamkashlarining xalqaroda tutgan o'rni, bo'libmi Oral Altay qalamkashlari birligi tashkilotini qurib, turkiy tillik davlatlar bilan birlikda sap qurib faoliyat olib berayotganligini bildim. Va shuningdan keyin Uyg'ur qalamkashlari markaziga bo'lgan ishonchim kuchaydi. Biz xalqaro qalamkashlar Vengriya markazidagi yozuvchilar imkoniyatimiz doirasida Uyg'ur qalamkashlari markazining faoliyatlarini har jihatdan qo'llaymiz. Biz endi tarimga qarab karvon tortamiz. Biz sizlar bilan bir sapda turamiz. Biz sizlar bilan jafo va halovatda birga bo'lamiz. Oxirida Nurmuhammad Yasinning Yavu Kepta nomli asrini Vengir tiliga tarjima qilgan, Vengriyada tunilgan yosh shoir Tibor va Inar Saniyay apandi so'z qildi. Men bugun Uyg'ur qalamkashlari bilan Taklimakon qumlig'ida yo'l topolmay, bo'ron chaqqunda qolgandek hissiyat qilyapman. Bizga qo'linglarni beringlar. Biz bu qumliqdan dag'dam yo'l tepib birga chiqib ketaylik. Biz bu mushu yig'ini ichilayotgan yerdan yo'l tepib, xalqimizning jasurona kurash qilishi bilan bugungi bayoshat mustaqil Vengriya davlatini qurib chiqqan edik. Xalqaro qalamkashlar Uyg'ur markazining raisi Qaysar Abdurasul O'zxon apandi so'zga chiqib, Uyg'ur qalamkashlar markazining umumiy xizmatlaridan doklad berib o'tdi. O dokladida Uyg'ur qalamkashlar markazining o'tganki 1 yil mobaynida qo'lga keltirgan xizmat natijalarini muayyanlashtirish bilan birga saqlanayotgan masalalarni ko'rsatib o'tdi. Uyg'ur qalamkashlar markazining kelgusi xizmat planlari ustida taklif loyihalarini o'ttirg'i qo'ydi. Qaysar Abdurasul O'zxon apandi yana xalqaro qalamkashlar Uyg'ur markazining qurilish tarixini eslab o'tib, Uyg'ur qalamkashlar markazining tunji yo'lini sog'an marhum Ko'rash Ko'san apandining ayni vaqtda Uyg'ur qalamkashlar markazining qurilishiga qo'shgan to'kpilariga yuqori baho berdi. O so'zini davomlashtirib, buningdan keyin Uyg'ur qalamkashlar markazi qanday qilganda xizmatlarni texmi jonliq ilib berib, Xitoy hukumatining qattiq besimi ostida yezish huquqi mahrum bo'layotgan Uyg'ur qalamkashlarining erkin yezish va nashr qildirish erkinligini qo'g'dash imkoniyatlarini ilgari surganli bo'lganligi ustida muhim taklif va fikrlarni o'tirg'i qo'ydi. Oxirida 5 iyul Urumchi voqeasidan ilgari va keyin
faqat yezish va nashr qildirish huquqini qo'llanganligi uchun Xitoy hukumati tarafidan ziyonkashlikka uchragan barliq Uyg'ur yozuvchilarining erkinlikka chiqishini, jumladan hozirgacha ma'lum bo'lgan Xitoy turmusida qamalib turayotgan Uyg'ur qalamkashlari, torbet yozuvchilari va torbet qurg'uvchilaridan Nurmamat Yasin O'rkishi, G'ayrat Niyoz, Dilshod Farhod, Muhammadjon Abdulla, Nijot Azod va Nureli Ubulqosim qatorliqlarning Xitoy turmusidan tezroq erkinlikka chiqishini, ularning yezish huquqining kapolatga ega qilinishini chaqiriq qildi. Oxirida Uyg'ur va vengriyalik yozuvchi shoirlarning qisqa asarlarini yig'in ishtirokchilariga o'qish va Uyg'ur vengir tillariga o'zaro tarjima qilish erkin ijodiyat ko'riki ilib berildi. Bu faoliyatga Qozog'istondan kelgan Uyg'ur qalamkashlar markazining peshqadam a'zosi, Qozog'istonlik tunilgan shoir Abdug'ufur Qutlug' apandi o'zining Budapeshtga kelgan tunji kuni kechda Donay daryosi bo'ylarini ziyorat qilganligini va shu kuni o'nlarning otasi Attillaning simosini ko'rgandek bo'lganligini va yana shu daqiqalarda mustamlikadagi Uyg'ur vatanining Tarim, Eli daryolari ochiqdan to'lg'inib, dardlik to'lqinlayotganliklarini she'riy hissiyoti bilan bayon qildi. Yığınab akkan azim derya Dunay, boyunlu kelip kaldın tonudun mu? Bir çağlar seni atlık küçük ötken, Atilla Batırımdın sorudun mu? Boyunga kelip kaldın pana tatıp, bir sana ümit atıp kiçelmezsin, men çamkap yürümem bu tehicila, azatlık şerbetini kiçelmezsin. Dokkanға қарап meni tonudun mu? Uyg'urman, bilmek dedi bayrağım yok. Vatanim boğan bilen dövletim yok. Şonlaşka el qatarı söyledim yok. Ungurning Uyg'urlarga yotlig'i yok. Hayatning erkinlikdek tatlig'i yok. Qanqirga qaram bo'lib qoldi ajab. Uyg'urning mushu kun shodlig'i yok. Dokkanға qarab meni tonudun mu? Ungur Uyg'ur bir atıdan qaragan bu. Bir çağla alem buva ağzımızga urqundan tarımdıca qaragan. Ucumlar suyun işten soramasdan, işkimiz kandaş tügül qerindaş bu. Seninki ko'nglim ko'zim kulgan bilan, meninki ko'nglim yerim ko'zim yosh. Vengriya Davlatlik Yozuvchilar Jamiyatida o'tkazilgan 2011-yili 21 fevraldagi qalblarni cho'nqur hayajonga soladigan va kelajakka umidlik boqqan bu bir juft qarindosh Uyg'ur von qalamkashlarining bu bir kunlik faoliyati nihoyatda qizg'in kayfiyat ichida oyoqlashdi. Bu faoliyatga yana yillardan buyon Angliyada aktiv faoliyat olib berib, Uyg'ur madaniyat san'atini tunishtirib kelayotgan London Uyg'ur ansambli alohida taklif bilan qatnashgan edi. Va shu kuni kech soat 7 da Budapesht prezident mehmonxonasining zalida London Uyg'ur ansamblining Uyg'ur xalq naqshi musiqalaridan o'rnaklar ko'rsatilgan maxsus san'at kechiligi olqish sadolar ichida boshlandi.
Konsert başlanıp dal yarımaga kelganda 20 minutlik aram elish e'lon qilindi. Ve dal shu paytda sahnaga chiqqan Uyg'ur qalamkashlar markazining ijroiya komiteti a'zosi Robit Ismoil apandi, O'rta Osiyodan vakil bo'lib kelgan Uyg'ur qalamkashlarining barliq a'zolariga vakolatan Xalqaro qalamkashlar Uyg'ur markazining raisi Qaysar Abdurasul O'zxon apandi bilan Xalqaro qalamkashlar Vengriya markazining raisi Zultan Somoni apandilarga Uyg'urning to'ni va do'ppisini kiydirib, bu ishkaylarning qo'llarini mahkam tutib turib mundoq dedi. Bizning milliy asbobimiz sutta. Suttaning tarihi Vengr bilan bizniki mushu Uyg'urlar. Dunyoda eng qimmat narsa kitob. Kitobniki bir varaqning ikki beti bo'ladi. Birinchi betida boshlanadi, ikkinchi betida davomlashadi. Birinchi beti mana bizning Uyg'ur, uning davomi bizning Vengr. Suttaning tarihi kitobning ikki beti. Uyg'urlarniki o'rnini ko'tarish uchun ko'rsatgan butun tirishchanligi, Uyg'ur qalamkashlarniki birligi, Uyg'ur qalamkashlarining kuchini zo'rish uchun ko'rsatgan kuchlarga ko'p rahmat. Siz nima bo'lmaydi? London Uyg'ur ansamblining ijrosidagi Uyg'ur san'at konsertining davomi, London Uyg'ur ansamblining bulbuli Rahima Mahmud xonimning ijrosida bizning naqshimiz degan naqshini aynan teksti bo'yicha o'rinlash bilan boshlandi. Konsertning oxirida otish pardasiga chilingan Uyg'urning sho'x usulliq muzikasi, yangroq xalq qo'shoqlari bilan birga jaranglaganda Uyg'ur va vengriyalik do'stlar sahnaga chiqib Uyg'ur usullarini boshladi.
san'atchiligi eng oxirida Uyg'ur mashriqi bilan qaynam tashqinlik ichida oyoqlashdi. Uyghur qalamkashlarining yig'ini 2-oyning 22 kuni Budapest prezident mehmonxonasi yig'in zalida 2 kunga qadam qo'ydi. Bu kuni tushdan burun Xalqaro qalamkashlar Uyg'ur markazining raisi Qaysar Abdurasul O'zxon apandi Uyg'ur qalamkashlarining kelgusidagi konkretni xizmat planlari haqida to'xtaldi. Orqadan Xalqaro qalamkashlar Uyg'ur markazining a'zosi va torbekat boshqaruvchisi Aziz Esa apandi Uyg'ur torbatchiligiga umumiy nazar, Uyg'urlarda internetning qo'llanilishi erkin fikr qilishning vositasi degan temadagi ilmiy maqolasini o'qib o'tdi. Bu maqolada asosliq Uyg'ur jamiyati eng ochiq qismat va tragediyalarni besib o'tganki asrning oxirgi 10 yili. Bu asrning birinchi 10 yilda yangi uchur aloqa texnikasi internet to'ri Uyg'ur jamiyatiga qanday o'zgarishlarni olib kelganligi va Uyg'urlarning Sharq Turkistonda bu dunyoviy uchur aloqalash texnikasi internet to'rini qanday o'zlariga o'zlashtirganligidan tortib bugungi ahvollari 2009-yili yuz bergan 5 iyul Ürümçi vaqasining oldi keyinda bo'lib o'tgan Uyg'ur va Xitoy millati o'tirsidagi to'qnashuvlarga birlashtirilib, vaqadan keyin Xitoy hukumatining rayondagi internet va uchur aloqalarini 1 yilga qadar uzaytganligi, toki bugungi kunga qadar ko'p sondagi Uyg'ur to'rbekatlarining taqoqli holatda turayotganligi, Xitoy doiralari vaqa yuz berib ta hozirgacha ko'p sondagi Uyg'urlarni qo'lga olganligi yoki o'limga hukm qilganligi ve bularning ichida bo'libmi internet ve Uyg'ur to'rbekatlariga bog'lanib, Uyg'ur to'rbekatlarining boshqaruvchilari, yozuvchilari ve tercümanlarning qo'lga ilinganligini, Uyg'urlarning o'z oldiga rivojlantirgan internet to'r aloqa uchur vositalariga qarata ijro qilayotgan ta'qiplash siyosatining Uyg'ur jamiyatiga ko'rsatgan ta'sirlari ve Xitoy hukumatining bu xildagi siyosatiga xalqaroning qanday inkosli bo'lganligi, Sharq Turkistonning ichidagi internet to'r aloqa vositalarining muhojiratdagi Uyg'urlar bilan bo'lgan cheklik bog'lanishlari qatorliq bir turlik omillar atrofli holda Uyg'ur vatanida va dunyoda yuz bergan voqealiklarga birlashtirilib mulohaza ilib berilgan. Oxirida Aziz Esa apandi yana Uyg'ur qalamkashlar markazining to'r sahifasini qanday qilganda Uyg'ur qalamkashlar markazining barliq a'zolari unumli qo'llana oladiganligi haqida texnikalik tushunchalarni berib o'tdi. Yig'inning davomida Qozog'istondan kelgan Uyg'ur qalamkashlarining a'zosi va Qozog'iston Respublikalik Uyg'ur ovozi gazetining bosh muharriri Azmatov Yo'ldosh Abduqadirovich apandi Qozog'iston Uyg'urlarining davlatlik nashr afkori Uyg'ur ovozi gazetining yillardan buyon olib borgan xizmatlarini tunishtirib o'tdi. Oxirida Azmatov Yo'ldosh Abduqadirovich apandi Qozog'istonda nashr qilingan Uyg'ur yozuvchilari, san'atkorlari va har sohalardagi mashhur kishilarning hayot tarixi mujassamlangan Qozog'iston Uyg'urlarining ensiklopediyasini Xalqaro qalamkashlar Uyg'ur markazining raisi Qaysar Abdurasul O'zxon apandiga taqdim qildi. Şu kuni kech soat 6'da başlangan Uyg'urlar bilan Hunlarning mushoira so'rini bak qizib ketdi. Bu mushoira so'rini Uyg'ur va Hunlarning o'zaro tushunish, madaniyat almashtirishni maqsad qilgan eng oxirgi programmalarning biri edi. Bu so'ringa Vengriyalik aziz mehmonlardan Vengriya Madaniyat Ministerligidan doktor Katalin Budai, Vengriya Davlat Yozuvchilar Jamiyatining raisi Janus Gentamatoni,
ve Xalqaro qalamkeşler Vengriya merkezining raisi Zultan Somoni qatorliq kishilar barliq Uyg'ur qalamkeşler vakillari bilan birga bu faoliyatga qatnashdi. Müşaire sorunda Vengriyalik mashhur shoirlardan Alexander, Tibur, Elizabeth qatorliqlar bilan birga Uyg'ur shoirlaridan Qozog'istondan kelgan atoqli shoir Abdug'upur Qutlug' apandi, Turkiyadan kelgan doktor Sultan Mahmud Qashqari apandi, Kanadadan To'yg'un Abduvali apandi, Angliyalik Aziz Eysa apandi qatorliqlar o'z she'rlarini o'qib o'tdi. O'qilgan she'rlar Uyg'ur tili va ingliz tillariga naq maydonda tarjima qilinib, ikki qarindosh millat kishilarining kuchli hayajonlarini qo'zg'adi. Bu kundagi Uyg'ur shoirlari bilan 10 shoirlarining mushoiri so'rini 2 soatdan ortiq davom qilib, qizg'in kayfiyatlar ichida oyoqlashdi. Xalqaro qalamkeşlari Uyg'ur markazining 2-chi navbatlik qurultayining eng oxirgi kunlik faoliyati 2-oyning 23-kuni Budapest prezident mehmonxonasi yig'in zalida soat 9da boshlandi. Xalqaro qalamkeşlar Uyg'ur markazining raisi Qaysar Abdurasul O'zxun apandi bu qitimqi qurultayning oyoqlashish xulosa so'zini qilib, bu 3 kundan buyon davom qilgan yig'inning ko'zlagan maqsadi to'liq amalga oshirilgan bir yig'in bo'lganligini, Bulupmu Uyg'ur ve 10 yazgıçılarının özara uçuruş orqali medeniyet almashtirishi bo'lsa, bir tarixiy ahamiyatlik ish bo'lganligini ve şu vajidan nihoyat jiroq yo'llarni besib, hatto qit'alar atlab har qaysi davlatlardan bu yig'inga kelgan barliq vakillarga o'zining minnatdorligini bildirganligini ifodalab o'tdi. Qaysar Abdurasul O'zxun apandi so'zining oxirida bugungi Uyg'ur qalamkashlari duch kelayotgan masalalarni hal qilish, bulupmu vatandagi yizish huquqini mahrum bo'layotgan Uyg'ur yozuvchilarining haq huquqini qo'g'dash uchun birlikda harakat qilishga da'vat qildi. Va yig'in vakillarining qaytish safarining oq yo'l bo'lishini tilab qo'shlashdi. Bu qatorda Xalqaro qalamkeşlar Uyg'ur markazining bosh taftishi Abdurashid Hoji Karimi, bosh kotibi Hamid Amrayev, a'zolardan Qozog'istondan kelgan Vaqqos apandi, Abdug'upur Qutlug' apandi, Xalilov Alshir apandi, Qirg'izistondan kelgan Tursun Islom apandi, Avstraliyadan kelgan Suyungul xonim qatorliq yig'in ishtirokchilari yig'in to'g'risida o'z ta'sirotlarini bayon qilib, yig'in ahli bilan didorlashdi. Vatansizlik qismatlaridan dunyoning har joylariga tarqalib yashayotgan Uyg'ur yozarlarining bir yerga jam bo'lib o'zaro suhbatlarda bo'lishi, o'zaro ko'ngil bildigan masalalar ustida muhokama ilib berishi, bo'libmi o'z vatanini cho'nqur seg'inish o'tlari ichida o'z muhabbatlarini izhor qilishib o'tgan bu bir qancha kunlik hayot endi mana oxirlashish daqiqalari ayrilish, yana ayrilish ve yot ellerini vaqtliq panohlik qilib yashash. Albatta vatan suyar har qanday bir Uyg'urning ko'nglini g'ash qilmay qolmadi. Yig'in ishtirokchilaridan peshqadam yozuvchilar o'z so'zlarini tugitib, sakindan ayrilganda ko'zlaridan ixtiyorsiz oqqan ayrilish yoshlarini yoshirib qoladi. Bu yig'inda nihoyatda ahamiyatli bo'lgan bir ish ko'p sondagi yashnab qolgan Uyg'ur yozuvchilari bilan asosli g'arb ellarida istiqomat qilayotgan Uyg'ur yosh yozarlarining uchrashishi bo'lib, mundaq bir tarixiy uchrashish sizga otaning o'z kasbini va hayotida tugatilmagan ishlarini vasiyat qilib bolalariga qoldirayotgan aynan bir ko'rinishni eslatadigan. Ammo bu Uyg'urning bugungi realligi. Bir millatning o'z milliy xususiyatlarini saqlab qolish uchun ajdodlar izini yoshlarning besishi va qilib tugatilmagan ishlariga varislik qilib ado qilishi bir majburiyatdir. Va shundoq bo'lgandala millat bo'lib yashnaydi va millat yiltizi keyingi avlodlargacha davom qiladi. Bu asrning kirishi bilan Uyg'ur millatining ko'p sohalari, mayli yozuvchilari bo'lsin, olimlari bo'lsin,
tijoratchi yoki san'atkorlar bo'lsin, hamma sohalaridagidek mana mushundoq bir tarixiy hal qilg'uchlik o'tkalda turmoqda. Shu kuni tushdan keyin Vengriyalik Elizabet xonim yetakchiligidagi Xalqaro qalamkashlar Vengr markazining o'rinlashtirishi bilan barliq yig'in ishtirokchilariga Donay daryosi va Budapesht shahrining tarixiy izlarini ziyorat qildirdi. Biz barliq yig'in ishtirokchilari dastlabda Vengriya poytaxti Budapeshtning markaziga joylashgan Vengriya qahramonlar munorini ziyorat qildik. Bu qahramonlar abidalari tarixda tunji qitim o'nlar hozirgi Vengriya tuprog'iga qadam bosgan 7 qabila boshlig'ining va 14 podshoning haykalini qotirgan bo'lib, bu 7 qabila boshlig'i o'zining yerlik aloyiligi va aholisi bilan bu 10 tuprog'iga kirib, o'z oldiga yurt so'rab yashagan ekan. Keyin davlat birligi kelib, 10 zaminni mashhur 14 podsho so'ragan ekan. Qiziqarli yeri hozir Vengriyadagi har 3 erning ikkisining ismi Attila ekan. Vengerlarning atrofdagi davlatlar bilan munosabati degandek yaxshi bo'lmag'ach va qo'shni davlatlar bilan chegara mojarolari bo'lg'ach, o'z davlatining birligini, mavjudligini kuchli o'n ruhi va ittifoqlik bilan qo'llab yashaydi. Budapesht shahri Donay daryosini chegara qilgan holda Paz va Buda deb ikkiga bo'linadi ekan. Bu ikki shaharning qo'shilgan ismi hozirgi Budapesht shahrini shakllantirgan. Ammo tarixda bu ikki shahar necha yuz yillab siyosiy jihatdan bir-biridan ayrilib turgan ekan. Biz Budapesht qahramonlar munorini ziyorat qilib tugatgandan keyin Vengriyalik yo'lboshchimiz Elizabet xonim yetakchiligida Donay daryosi bo'yini bo'ylab Buda tarafga qarab yo'l oldi. Va naytimi hayvatlik silingan Donay daryosining ko'riki orqali dunyoga danglik Donay daryosini kesib o'tib, Buda shahriga joylashgan podsho saroyini ziyorat qildi. Gerçi bu kun havo shundoq sovuq bo'lgan bo'lsa-mu, ammo oramizdagi yeshi cho'ng mo'yspit aka-adilarimiz nayt ruhliq kayfiyatlari bilan bu ziyorat safarimizga texmi ko'p ilhomlarni bag'ishladi. Ular o'zlari Vengriya va Budapesht to'g'risida kitoblarda o'qigan bilimlarini bizga ayimay so'zlab berdi. Biz yo'lda o'zaro Budapesht shahar tarixi to'g'risida keng kushoda paranglashdik. Biz yo'l boshlig'uvchimiz Elizabet xonimdan inglizcha mundaq bir savolni so'ragan edik. Biz Vengriyaning 15-asrlarda Osman imperiyasining hukmronligida bo'lganligini kitoblardan o'qigan edik. Siz aytib bersangiz, shu chaqda Osman imperiyasi Budapesht shahrini qanday bo'ysundirgan? Osman imperiyasi askarlari bilan o'nlar o'tirisida urush bo'lganmi? deb so'ragan savolimizga u mundaq javob berdi. U chaqda bak vahshiy urush bo'lgan edi. Biz o'nlar taqvodor xristianlar, Osmanli turklari bo'lsa, islom bayrog'i ostida bizga hujum qilgan edi. Urush necha 10-20 yillab davom qilgan. Eng oxirida biz Osman imperiyasini Vengriyadan qo'g'lab chiqardik. Ammo buningga oz bo'lganda 150 yildan ortiq vaqt ketgan va necha 100 minglagan insonlar hayotidan ayrilgan edi. Elizabet xonim bizga tushuntirib, biz o'nlar gerçi tarixda Attila boshchiligida nihoyatda kuchli Yevropa 10 imperiyasini qurib, olamshumul tarixlarni qoldirgan xalq bo'lsakmi, biz yana o'z navbatida Yevropada eng ko'p badal to'lagan xalqmiz. Bugungi mustaqil Vengriya davlatini qo'ldan berib qo'yg'ili tasliq qildik.
Moğollar bizga hujum qilganda biz ularga qarshi qattiq jang qilgan. Oxirida Moğollar bilan bo'lgan urushda butun Von aholisining tang yarmi degidek halok bo'lgan. Dunyoda biz onlarga hujum qilmagan kuchlar yo'q deyarli. İkinci qitimliq dunyo urushining oxirida Hitler Germaniyasidan bombardimon qilib, Vengriyani to'liq ishg'ol qilgandan tortib, Amerika va Angliyaning havo hujumlaridan toki Stalin Qizil armiyasining ishg'oliyatigacha. Biz Vengriyaliklar urushga qonimizgacha to'ygan xalq. Boshqalar bizni bo'zaq qilamiz, zaminimizni ishg'ol qilamiz deydi. Ammo bizda qinimizga sing'an Atilla ro'yi hozirmi bor? Biz bosh aymaymiz. Biz Vengriyaliklar yaqinqi yillarda oxiri Sovet ishg'oliyatidan ozod bo'lib, erkin va mustaqil Vengriya davlatida yashayotganimizga faqat 20 necha yil bo'ldi. Uyg'urlarning tarixiy ajdodi Von Baturi Atilla'ning otlari kechib o'tgan tarixning eng yakki shohidi bo'lgan Azim Donay daryosi bo'yida Elizabet xonimning bu bayonlarini anglab tugitib bo'lmayla. Vücudumuzni bir xil achchiq sukut, o'z holimizga o'kinish tuyg'ulari chirimib oldi. O'zimizni dunyodagi eng mashhur botirlik haqida yozilgan hech bir inson o'qib boqmagan kitobdan dars olgandek his qildik. Rost edi. Bu xonimning aytganlari to'g'ri. Bu onlarning o'tganki kashmishi va bugungi hayoti. Tarix yaratılmagan milletning atisi bo'lmaydi. Atisi bo'lmagan milletning kelajagini tasavvur qilish asla mumkin emas. Ko'zim xuddi uyga isilgan eng esil manzaralik rasmlardanmi go'zal ko'rinayotgan Yevropaning o'tir asridagi eng go'zal binokorligining javharlari mujassamlangan Donay daryosining ikki yoqasidagi o'nlar butkul tarixida barpo qilgan shahar madaniyatining namoyandasi bo'lgan bu güzel shaharga tikilmoqda. Ammo aql to'yg'im Tarim daryosining qirg'oqlarida to'pirang ko'rindigan mukchaygan pakar kesak uylarga, to'pichan ko'tarilib turadigan tar chig'ir yo'llarga ve şu öylerde yaşaydıgan təxvadar, ahköğül, mümin Uygurumның ibtidai məhəllərinə qadanmaqda. Bu dəqiqələrdə yürgümdə peyda bolğan nadametlik peyğanla vücudumni tıxlamaqda. Qiyasımca, meningda paydo bo'lgan bundoq tuyg'ular balkim sizdami paydo bo'lishi mumkin. Chunki tarixdagi 10 bo'g'larimizning bugungi avlodlari biz Uyg'urlarga bu dunyoda qandoq qilganda va qandoq badallarni to'laganda bir mustaqil vatanda izzat, hurmat bilan yashag'ili bo'lganligidan iborat bir qimmatli ta'limotni so'zlab bermoqda. Shundoq bu qatorqi Uyg'ur Von qalamkashlarining uchrashishi bo'lgan ikkinchi qatimli xalqaro qalamkashlar Uyg'ur markazining qurultiyi har bir yig'in ishtirokchilarining qalbida mangu unutilg'isiz aslamalarni qoldirdi. Chunki bu oddiy bir uchrashish bo'lmasdan, balki Uyg'ur Vondan iborat bu bir-biridan ayrilgan qarindoshlarning 1500 yildan keyingi didor ko'rishishlari edi. Şoňa bu tabiiyki tarixqa siyosiy o'chmaydigan bir bet bo'lib yozilg'usi. Von va Uyg'urlarning qarindoshlik, do'stlik rishtisi yangi bir davrda, yangi bir saviyada mangu uzilmay rivoj topqusi. Xalqaro qalamkashlar Vengriya markazining raisi Sultan Somoni apandi degandek, biz endi tarimga qarab karvon tortamiz. Demek hemimizden şununla işençimiz kamil ki, bunundan keyin Donay ve Tarim deryaları arasındaki karvanlar mengü üzülmeyi katnaydı. On Uygur qarindosh milletlerinin dostluk rishtisi mengü üzülmeydi.
algın sen amin. Her siğin ganda